Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parrandish quvozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomiz reklama, ya'ni sotiladigan avstraloplar bor, ya'ni 2+8, ya'ni 2 ta xo'roz va 8 ta makyon bo'ladigan narxlarni, ma'lumotlarni video davomida aytib o'tamiz. Videomiz yoqsa bittadan like bosib, kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolgan bo'lariz. Sizlarni ko'p kuttirmagan holda biz videoni boshladik. Bu yerda jami aslida 11 ta, lekin 10 tasi, ya'ni 2 ta xo'roz va 8 ta makoni sog'lom holatdagi parrandalar. Faqat bittasi alohida turibdi, ya'ni u oyog'i ozgina shikast yegani uchun alohida uni saqlab qo'yilgan. Agar kim optim hammasini oladigan bo'lsa, bitta o'shani bepulga shuningcha xaridorimizga, ya'ni olgan mijozimizga qo'shib berilar ekan. Xo'p, manzilga to'xtaladigan bo'lsak, manzil Marg'ilonda joylashgan, xo'rozlari ishlashi zo'r. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, narxi bo'ladigani 2.500.000 so'm. Dastavka kelishilgan holda chiqarib beriladi, faqat dastavka xizmati alohida bo'ladi. Egalarini nomerlarini videoni nomiga chiqarib qo'yamiz. Agar videoni nomida raqam turgan bo'lsa, demak parranda turibdi. Bemalol egalariga aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Agarda nomer videoni nomidan olib qo'yilgan bo'lsa, ya'ni nomer yo'q bo'lsa agar, demak bilingki bu parranda sotilgan bo'ladi. Shunchaki tomosha qilib zavq olishingiz mumkin. Obunachilarimizga tavsiya etib qolgan bo'lardim, sifatli, chiroyli uyingizda bemalol ham dekorativlikka ham tuxum yo'nalishida boqib turib, tuxumlarni sotib foydalanishingiz mumkin. Sizlarga taqdim etadigan videorolikimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.